4-cü bölüm. Bəs, əlanın xatirləri şunchalik köçürülsə bola, əmdə qalğan personajlar üstədə Abdur qaləm təvrəsin. Gapni güzel aydın başlaylı. Onun özü tuğulub, rasa rəsidə bolğanda xoşlaşıb çıxıb ketgan qoru joyning 5 eğizliq taxtaylıq öyləri, gerçi daraxtları kesilib, qorulары örülüb, burunqi iskatni yo'qotgan bo'lsa-mu, hali ham kangirligi, qishmi-yoz eqib turadigan suyi, qeri terak ujmilarida cho'riklashadigan qushlari bilan qopliq derazalariga uzun yil hamroh bo'lgan serin, attir, qizil gullari bilan kishiga orom beradigan beg'ini qaytarib olib, nihoyatda nurg'un pulga sotganligi. Hozir shaharning g'arbiy tarafidagi ko'chalari daraxtlik, pokiz mahalladan 3 eg'izi taxtayliq, 2 eg'izi odatgacha bo'lib 5 eg'iz uyi, meva va ujmalari bor chaqqan o'yinliq qo'ru joy setib olganligi rost. Bu qo'rudan kecha kunduz tikish mashinalarining g'arildigan ovozi kelib turadi. Bu qo'ruda qo'li abjil, xushxo'y 2 cho'kan. 1971-1972 yillarning qorong'u qishini Rishilya ishlash va naqsha etish bilan chiqardi-da, mana 1972 yilning illiq aprel oylarini xushallik va seg'inish bilan kutib oldi. Ularning biri gapchi, chaqchaqchi, naqshchi. Bu cho'kan albatta Odila. O Güzelayning shaharda yolg'iz turishini biyab bilib, ikkinchi qitim amalsiz tekkan heliqi boshliq erini o'z o'rnida qoldirib, do'sti bilan birga turmoqda. Bu uyda turayotgan to'limi chiroyli kirpiklari qorlig'ash qanotidek qora, zilva, eg'ir besiq, xiyolchan ayol albatta Güzelay. Qo'sh qanotliq darvozadan bir xil kiyim, bir xil sumka bilan joblanib chiqib, maktabga mangdigan o'g'il bilan qizchi. Ular albatta Ali bilan Dilaram. Ularning har ikkilisi dadasining ismini A'la deb yozadi. Lekin bu go'daklar nemishqa ikki onaning bolalari ekanligini texi o'ylabmi baxmidi. Chunki bolalar bayashachilik, baxt ichida unchalik jiq narsalarni o'ylabmi ketmaydi. Ota-onalarni seg'inish faqat baxtsiz bolalarning ishi. Kitobxonlarga bu qo'ridagi 4 jonni tanishtirdik. Endi ularning turmushi, ya'ni xushallik va xofliqlari kunlarni qanday o'tkazayotganligini ko'rib boqaylik. Bugun havo bahorga loyiq suzuk, illiq, eshik oldidagi o'stangda atgan joydagi chechak suyi oqmoqda. Cho'kan jalo bo'lib irg'anglashgan so'gat va tal shoxlarda qushqashlar churiklashsa, yaltiroq yaproqliq bilan bahorni bezayotgan suvadan terak shoxlarda paxta kaptarlar bo'g'ildashmoqda. Mangzi qizil paylari yaltiroq xo'roz egisi elini uzitib zil ovozda chilladi. Bog'liqdagi obsharka chechaklashga boshlagan limon olmani cho'rgilab, zerikishdan g'ingshib hovushidi. Mashinasini pokiz supuq qo'yib olgan Odila yeshil popayka ichidagi yetilgan ko'ksini lig'irlatib, mashinasini g'arildatib ish qilmoqda. Güzelay qizil popayka kiygan, beshiga qizil g'ijim yog'liq tangan holda nozik bellarini to'lg'ab, ho'ylisidagi oq yerni gurjak bilan og'dirmoqda. Sarang bo'ldingmi Güzel? 2 pun ya'ni gurjak bilan og'dirib bo'la olamsan? Uningdan ko'ra puling jiq bo'lgandan keyin 2 so'm bersang bir medikar kelib og'dirib bermamdi. Qurusin, arxaq deganni bo'sug'amga yo'llatmayman jumu. Nima? Sen uning bilan muhabbatlashatdingmi? O'mili desam, er kishining oldimda o'miliginini ko'rsam, jonlarim suyunib ketadi degina. Güzel. Hey, rahmeti erim qeri bo'lgani bilan ajab ko'ngli yaxshi odam edi. Bekordan bekorg'ila uni qoriladi. Dardga chidamay haroqqa berilib to'nglab o'ldi. Ist, u o'lmagan bo'lsa, er haqqa bunchalik o'shlik qilmasmidi mumkin tang. Odila qo'ldagi kichik qaysini kergiga ching tortilgan oq ticho'liyan raq ustida o'yintib turib, tartib ochiq xo'rsinib qo'ydi-da, qoshlarini yimirib qo'yib so'zini davom qildi. Munu hozir qizni ko'rsam seriq tuklarim tik bo'ladi. Bu odamda na aql, na vijdon, na iroda, na bir orzu havas degan narsa yo'q. Muhabbatchi, sarang, vijdon bo'lmagan odamda muhabbat nima qilsin? Sang nimacha yepishib oladi amsa? Bizning uyda shuncha turib shunimi bilanmadingmi? Hey sarang, u menga obro'y, ota kuchili yepishidi. U kalva, chiroyli ayolmi er kishiga obro'y keltiradi deb qaraydi. Obro'y atoq uchun
Yundi içiştinmi, ayalını ötünüştinmi yanmaydigan adamni qandaqmı erim deyələysən? Ondaq bolsa nemişqə təgdin? Nemişqə? Onunda vicdan bolmağını bilən pul var. Maşina, huquq, rahat parağat var. O itmenin ölgən bədənimdən xalığanca paydalansın. Mən onun pul dünyasını paydalanıman. Vaqti kelgəndə əski pobaykamdək çörüb itiman, deb təgdim. Mana hazır sən 50-60 min so'mluq puldarsan. Mən senin sayəndə kuniga 5-6 so'm tapalaydigan bo'lib qoldim. Əmdi onunğa acıdım qalmadı. Əmdi o çimin bulub kəlsimu bədənimə qonalmaydı. O əmdi ölsümü çişimnin eqini, qapqımның içilgini görəlməydi. Acıraşmayman desə, əski paytımdək bir ömür sürəyman. Bir ömür güzəlay görçək sebiga tayınıb, özümü sual belgisiga aylanıb, xiyal bilan asta, ələmlik pichirledi. Bir ömür qanchalik uzun? Adila, bir ömür tul ötümüzmü dostum? Pul, yaxşı turmuş bolsala, er kishi bolmusumu ötüverishga boludu deb o'ylabdiman. Bo'lmaydigan o'xshaydi. Adila, 32 yoshga kiribdiman. Turmushni, muhabbatni qadrlaydigan vaqtimiz endi kelgan o'xshaydi. Ballıqda ötkizgan xatoliqlarim uchun endi azoblanayapman. Pul pichakni deb a'loni azopladim. Endi g'ururiga tegadigan ishlarni qildim. Kiyim-kechak, yaxshi tamoq uchunla raqibning maqsadlik bergan pullarni qabul qildim. U iflotning ismini tilimga olmag'ina, menchu pul, o'yin, tomoshin deb uning mardligiga qiziqdim. Qiziqishimning muhabbatga o'zgardiganligini nemishqa u chog'da bilmadim. Biz qizlar ojiz keldikanmiz. Avval bir yigitning birla yerini yordid ekanmiz, keyin shuning bilanla cheklanmay u yigitni yaxshi ko'rib qoldi ekanmiz, toki uning arzimaydigan odam ekanligini isbotlanguncha. Uni so'ydi ekanmiz, isbotlansa-mu, texi uni oqlaydi ekanmiz, o'zimizni bezlab aldaydi ekanmiz. Bu xil aldanish toki heliqi nokis gejgimizga dastugicha davomlashadi ekan. Aytqina go'zal, biz ojiz bo'lmaydimi? Lekin men unchalik aldanmadim. Men ömür bo'yi birla odam yaxshi ko'rdim. Aytqina go'zal, rostla a'lodan boshqasiga lavlaring bilan sovg'a tutmadingmi? Sarang qilin, bu mumkinmi? Viyay, davatgan kipini. Go'zallar yog'liqida qizirib, alqonlar bilan yuzini yopdi. Adila kulib qo'yib qoshlarini o'ynatdi-da, to'liq ko'ksini namoyon qilgandek keyniga egilib kerildi va mag'rur so'zladi. Lekin men vijdon, muhabbat biriga mansub, badan hammaga mansub degan qoidaga to'liq amal qildim. Sarang, dedi go'zallar yer ostidan do'stiga singayan qarab qo'yib. Rishilyadan zerikkan bo'lsang, meyarga kel, muni yerni billa yumshtayli. Adila kulib qo'yib seriq g'ilg'il yog'lig'ini peshonasiga tushirib ching chekiladi. Ondan keyin o'rnidan turib, yiqimli ovoz bilan naqshi boshladi. Havo aynib qapti, menmi aynamanmi? Yamanның gepi bilan yardan ayrılamanmi? Do'stining hasrat, armon va yoshlik xotiralari singan naqsi uningga xuddi go'zalayga tavadek, go'zalayning kepina qanadidek nozik hissiyotlari do'stining naqsidagi beyitlarga singib, suzuk osmonga ko'tarilayotgandek. Xuddi yiroq bir yerda yana bir taqozo yurak cheksiz bo'shliqqa singan bu sadodan lazzat elayotgandek. Mana shu yo'l bilan u yurak orzusini o'z suyginiga ma'lum qilayotgandek, suygusini izhor qilayotganligi uchun baxtli bo'layotgan nomuschan qizdek bilinmoqda. Bu hissiyat bir xil sehriy kuchga aylanib, bu sehriy kuch ko'rinmas qo'llar bilan go'zal ayni g'idiqlab mas qilmoqda edi. U albatta bu sehriy kuchning san'at, hissiyat ekanligini biladi. U asta naqsha aytib kelayotgan do'stining oldiga bordi-da, quchqini kang ichib, chiroyli ko'zlarini yerim yumib, Adilaning bo'ynidan quchoqlab, yuzini yuziga yoqdi. Adila do'stining qo'yiq sochlarini silab qo'yib, "Eh go'zal, biz mushundaq bulung pushqoqlarda naqsha aytamiz" deb san'atchi bo'lganmidik? Bizni o'zimiz so'yadigan san'atdan nima ayiradi, bilamsan? Men bilman. Bizni hech narsa emas, muhabbat ayiradi. Biz yigitlarning keyniga kirmagan bo'lsak, san'atchi bo'la olaydik. E'lonlarni bilsang-ku, Urumchida bir necha oy so'lab qo'yib etibdi. Xizmatdan haydalgan o'xshaydi. Tunigan heliqi maktab maydonida erlarning orasida voleybol o'ynayotdi. Biror ming odam yig'ilyapti. Chilinayotdi chavak.
Əlanlar şundaq oynavadıdı ki, heç zərbə yegəndək türməyə solangandək emas. Mana adam degan öz kəsbini şundaq сөйсі boludu. Senin əlarыңmı şundaq edi. Öz kəsbi üçün hər qandaq paydadan keçələydin. Hər qandaq vaqtda öz kəsbini taşlamaydın. O hayatqı dedi güzəlay titrəngi avaz bilan nemişqundaq qılatdı, mundaq etətdi deysən, ballarımız anlısı yığlaydı. Adile şu çaqdıla ularning ballarının atısı şu əla ikənligini esiga aldı. O güzəlayның mürsiga qo'lini qo'yib chaqchaq qildi. Tova, hər ikkimizning balamızning atısı şu əla hə? Biz ikkimiz uning ayolimi undaqda? Sarang. Ballarning yüzü üçün bolsumu yaraşdırman sizlarni. Mən əlani cəzmən tapman. Əlanlar uning nərligini biladi. Ədi yana voleybol oynayotgan yerga borman da uningga tonishlik berman. O manga əlani tepib berdi. Bechara Dilara jo'ylisimi əla dadam momam deb jo'ylaydi. Balni momayning qo'ldan bulab degidek ilib oldim. Momay bechara nima bo'ldikin? Dilara meni hozirgacha opa demaydi. Mening uni opa degizishga huquqim yo'q. Əla sen bilan yarasila qizini o'ziga topshirib berman. Güzel, jinim do'stim, sen ballarga ona bo'lalaysan. Ballarga aytayli, Dilara hadisi Ali inisi bo'lsin. Dilara egizrek, uning ustiga uni Əla o'zi baqqan. Nima deyapsan? Oljidingmi? Dilara 1963-yili 7-oyda tug'ildi. Bu yil 7-oy kelsa 9 yoshga to'ladi. Ali 1962-yili 2-oyning 24-kuni tug'ilgan. 10 yoshga to'lib 2 oy oshdi. Ali Dilaradan 1,5 yoshdak cho'ng texi. Rastilla aljibdiman. Helimi aljimaydi ekanman ha? Bo'pti, nimancha dumsiysan? Ali aksi Dilara singlisi bo'lsin. Ammo Dilaraning dadasi Əla emas degan gapni og'zingdan chiqarsang, shu kunila chanib etaman. Ballarga aytayli, sen ularning o'z onasi, Əla otasi, men sening hadang amdi bo'ldimi? Güzəlay do'stini yana quchoqladi. Ular yana xo'shallik, kulki bilan o'tadigan kunlarni asliga keltirdi. Ularning yurak qatlaridagi qayg'u va armonlari uchakka kirgan jonivorlardek kelgusi faoliyati uchun uyquga g'arq bo'ldi. Ular gurjaklarini yumshoq to'pig'a patirib, avrishim ballarini egib, yer ag'dirishga kirishganda darvoza oldida kichik mashinaning tonish signali anglandi. Yigitlarimiz yana kelishdi, dedi Adila qo'shimizni turib. Meninkini o'ng'ayla qo'g'layman, seninkini qo'g'lamoq tas. Qanday qilamiz go'zal? O'zing bil, hada bo'lgandikin. Undaq bo'lsa, men ularni yer ag'dirishga solaman. Adila qo'sh qanotliq eshikni ochdi. Hoylaga eg'ir sumkalar bilan mishkab yashiklarni ko'tarishib, Adilaning eri komissiyonchi bilan shopir yigit kirib kelishdi. Adilaning eri kakarsiz harbiy kiyimda, uning yoqi tugmalari engak taqab etilgan. Shapkisimi quloqcha cho'kirilgan. Komissiyonchi qora ko'k sarjadan shim tujurga. Beshiga yoshlar pasonda oldi egiz sarja shapki kiygan. Oyog'i maylangan, qo'liga nepiz oqbala kiyib olgan holda yediyib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib, ayollarga salom berdi. Assalomu alaykum. Bir jup qarlag'ash, dedi u oppoq tishlarini ko'rsatib kulib. Do'stim bilan ikkimiz obdan tayyorlik bilan keldik. 50 kishilik ziyofat qilamiz. Ammo 4 kishi mehmon bo'lamiz. Butun qo'y, yashki bilan pivo, haraq, meva-cheva, tatliq turim, qisqasi bir qizning to'yiga to'g'rilab tayyorlik qildik. Qani qizlar, kutishni boshlanglar amisa. Mana tayyor, dedi Adila qo'ldagi gurjakni ko'rsatib. Yigitlar turgan yerda biz yer ag'dirsak aplashmas. Qani, buni kichkina yerni ag'dirvatsanglar, o'yin tomosha degan aylansin. Jon tasadduq, dedi komissiyonchi Güzelayga bir qarab qo'yib. Sizlarla buyursanglar, beshim bilan mengib shahar aylanishdim yanmayman. Aytanga Güzelay, men sizning qaysi iltimosingizni qabul qilmagan? Güzel sizdan bekmo minnatdor. Güzelning uy joyini qaytarib elib berishda qanchalagan boshliqlarni mehmon qildingiz? Kimlarga qanchalik sovg'a salom berdingiz? Yana kimlarga qanchalik yilindingiz? Hammasi daftarga yozig'liq. Do'stimmi jiqmangdi, dedi komissiyonchi posti turgandagi g'odiy olgan Adilaning yo'lishini sharat qilib. Ikkimiz xeyli yo'l mangdik, lekin u qanchalik ish? Farhoddak tog' kesmadik, Yusufdak zindonda yotmadik.
Mecnundek çöllerini kezmedik. Mördi kelsa sizler üçün hemmini qilamiz. Erler qo'llariga tükürüp gürcekni yerga sanjidi. Ayollar peshayvonga qo'yilgan sovg'alarni joylashtirishga kirishdi. Ularning hammasi xo'shal, qaramoq hayajonlangan, lekin xo'shallikning oxirisiga xafaliq, ko'ngilsizlik ulashamdi. Buni hozircha bilgili bo'lmaydi. Bir jup ayol ikki, ya'ni erlar intilguchi, ayollar yiroqlashquchi roliga chiqqan bu 4 kishilik leper chiroyli oilada yana boshlandi. Erlarning qizg'inlik va umid bilan buyurtgan hamma g'izolarni ayollar xo'sh yoqmay, lekin xo'shal xuram hozirladi. Yozliq o'choqda qo'rilgan go'sht bilan ko'kta purqi qo'shni o'ylarga taraldi. Odilaning qiymi qilishga mohir hol qo'lida urilgan qangroq ovozi ko'chada o'tuvchilarni jalb qildi. Chunki Odilaning qo'llari hunarda yetilgan to'mirchilarning bosgan bolqi urushidan qilishmaydi. Odilaning yo'ldoshi bilan komissiyachining zodla qo'llashmagan chaqchaqlardan paydo bo'lgan yolg'on kulkilar tamning sirtiga rost bo'lib anglandi. Güzalayning qo'shnisi yuziga dog' tushgani bo'lmasa, xeyli go'zal ko'rinadigan yosh ayol o'zining yana bir qo'shnisining qochi gullari vipida ichilgan derisiga yuzini yiqib pichirladi. Komissiyachi yana keldi. Ajab yomon odamda nada chiroyli ayol ko'rinsa, shu yerda uning kulkisi anglandi. Olamdikan, o'ynamdikan. O'ynaydi-da, ozoda o'yla. Ikki jup xotin, ular kulmay, kim kuladi emsa? Güzel degini unumog'idaqku. Nikohga bo'yin to'lg'ini bilan o'yin tomashada yo'qdami? Voy o'lay, sizza. Derisni marlaymizmi ya? Saran xotin ko'p kunduzdimi? Undaq bo'lsa, tuydirmasdan bizning o'g'zidan marayli. Ha ha ha, hi hi hi. Çavusini çıtqı yayayli. Kerilgenge toyg'izayli. Ayollar o'z nodonliqlaridan huzurlanib, yana kulishdi. Ular uchun dunyoda boshqalarning yomonligini bilishdanmi lazzatli ish yo'qdek. Hayotining hammasini g'ayvat shikoyatga bag'ishlavatsa-mu, o'zlarini tetiqsizlikda ayblamaydigan bu ayollar uchun bugungi bu tepilg'usiz omadli kun har kuni takrorlansa-mu ozlik qilib, puxandan chiqmaydigandek o'zlariga ustidan ig'vo to'qishga osarroq bo'lgan tul ayollarni qo'shni qilib bergan Xudoyimning ulug'ligi naq bugunla isbotlanayotgandek ayollar shodlangan. Ular hayotdan, kundan va havodan to'liq rozi edi. Lekin ular o'z jinsidoshlaridan ikkisining qanchalik azob bilan yolg'on kulayotganini, o'z hovlisiga kirib kelgan ikki erkak ularni xuddi sodin cho'chigan cho'chilarning holiga tushirib qo'yganini nadim bilsin. Ana Güzalay piyoz aqlab etib, ko'z yoshlarining ipak yog'liqi bilan surtmoqda. O'g'zidagi ayollarning ko'zlari vijdon suvi bilan nurlangan bo'lsa-da, yosh cho'qarning ko'z yoshi piyoz ochiqidan emas, hayotning haqoratlik in'omlaridan ekanligini bilgan bo'ladi. Komissiyachi 2 yildan beri uning kaynidan qatrab yurmoqda. İradəsiz ayollar üçün g'urur və parağat keltiradigan bu xil tinimsiz qatrash Güzalayga azob, haqorat və nafrat sovg'a qilgan. U kommunistchidan qutulish uchunla ota-onasidan qolgan tabarruk joyni setishga majbur bo'lgan. Sababi komissiyachi har 2 kunning birida og'ilari bilan yoki o'zi xilma-xil sovg'alarni akilib, Güzalayning uyida o'ltirish qilib, Güzalayni bezor qilayotgan. Güzalay yaxshi gap qilsa, komissiyachi texmi umidlanib, yolg'on mas bo'lib elib, uning uyida qo'nib qolmoqchi bo'lgan. Ba'zida Güzalay uyini tashlab berib, qo'shnilarnikida qo'nishga majbur bo'lgan. Güzalay qo'pollik qilsa, komissiyachi butun qilgan yaxshiliklarni minnat qilib, Güzalayga dushmanlik qilmoqchi bo'lib, yosh ayolning yuragini mo'jigan. Komissiyachining har qanday yo'l bilan yomonlik qila olishga Güzalayning ko'zi yetadi. Heyliqi Rishad degan chiroyli yigit komissiyachi bilan ko'rinishda Güzalayni talishib dushmanlashdi. Komissiyachi u yigit bilan ko'rinishda do'st bo'ldi. Ular qo'yiq berishkili qilishdi. Ammo ko'ngillardagi dushmanliklarni kulki ko'milgan ko'mir cho'g'idek saqliq ichiga yo'shirishdi. Bir kuni Rishad onadan tug'ma holda shaharning o'rtasidagi paskini eriq ichida masalda dum yotgan peti butun shaharga nom chiqardi. Bu rasvochilikdan keyin u Güzalayning ko'zidan yetdi.
Bu xil zarba berish, o'ch elish usulini komissiyachidan boshqa birining qilishi mumkinmi? Bütün sürekli bir yigitni shaharga yo'lig'isiz qilib etilgan odam Güzelaydek bir himoyasiz ayolni falokatga tiqolmasmi? U o'z qo'li bilanmi, boshqalarning qo'li bilanmi Güzelayni xarob qila oladi-da, Güzelay bu xil qabih zarbalarning ta'min etadigan raqibning hiyliqi gochi minbang bosqinchilik qildi degan deb tarqatgan ig'vosiga chidamay, bolasi bilan daryoga o'zini tashlab o'lmoqchi bo'lganligini u zodi unutmaydi. Shuning uchun u razil erlardan to'liq ehtiyot qildi. Lekin komissiyanchini 2 yildan beri bayqab kelyotdi. Komissiyanchi Güzelayga butun vujudi bilan berilgan. U raqibga o'xshash Güzelayning go'zalligiga oshiq. A'loning o'lim xabaridan keyin Güzelay bir mahal qattiq azoblandi. Bu kunlarda komissiyanchining g'amxo'rligi to'liq cho'ng bo'ldi. U Güzelay uchun hammani qildi. Qo'ru joyini hal qilib berdi. Turmushidan xabar oldi. Ko'nglini ko'tarish uchun qo'ldan kelganini qildi. U insof va axloqda raqibdan ustun keldi. Güzelayning qilgan yaxshiligi uchun javob talab qilmadi. Lekin bir kuni kash u Güzelayning uyini to'liq o'ziga qaytarganlik to'g'risidagi uqtirishni ko'tarib kirib, Güzelay, mushu qog'ozni olg'ucha 3000 so'm xarjladim. Men uqtirishni eling, lekin minnatdorlik hisobiga hech bo'lmaganda qo'lingizga so'yib qo'yishga ruxsat qiling dedi. Güzelay titrab turgan qo'llarini uqtirishga sundi. Komissiyanchining yumshoq, go'shlik, kuchlik orqalari uning nozik beligidan ching tutdi va tiniqi issiq, yurak so'qishi tez gavdisi uningga yaqinlashdi. Güzelayning ko'zi qorong'ulashdi. U ochiq ingradi. Ali, Ala. Komissiyanchining lavlari uning bilan to'xtab qolmadi. Güzelayning nozik belidan qo'rib tutib olib, toki Güzelay siliq yo'l qo'yishdan g'azablik, norozilikqa o'tkichila u ayolning chosh, bo'yin, tanglay, peshona va boshqa joylarga och ko'zlik bilan asabiylik bilan so'ydi. Qo'yiting, dedi Güzelay bosmoqchi bo'lib, karvatga ilib mangan qovul komissiyanchining ko'krigidan kuch bilan ishtirib. Ali, qo'p balam, mavu nomussizni qara. Ali darhol midirladi. Komissiyanchi ko'kirib tatirib, yig'layotgan ayolni qo'yibdi. Qo'pollik qilib qo'ydim, lekin tushunmadim. Nemishqa norozilik qilsizkin tang? Nemishqa tushunmaysiz, dedi Güzelay yig'lab turib. Odam degan muhabbat uyg'otmasa, so'yishmaydim. Menda uyg'ondida uyg'onmoq tugul yenib gulxon bo'ldi. Sizlar uyg'onsa bo'ladimi? Ko'ngli yo'q ayolga bundoq muomala qilish haqorat, zo'rliq. Shundoq Güzelay, lekin men sizning ko'zlaringizdagi minnatdorlikdan paydo bo'lgan moyillikni muhabbat deb tushunib qoptiman. Menga ishining, men buningdan keyin sizning maylingizga shartsizlik qilaman. Komissiyanchi deganini qildi, lekin oshirvatdi. Güzelay bir necha kun burun o'ylana oxir komissiyanchiga turmushliq bo'lishga ma'qul javob bermoqchi bo'lgan edi. A'loning hayot ekanligini Zulxumardan anglab, birdilla o'z-o'zidan nafratlandi. O'zining ko'ngli tortmagan biriga rozilik bildirmoqchi bo'lganligini vijdon oldidagi aybi hisoblab kechacha yig'lab chiqdi. Shuningdan keyin komissiyanchi uning ko'ziga to'liq ko'rimsiz, to'liq yerginishlik ko'rinishga boshladi. Hey, o'giziga chiqib olib ig'vo to'qishga hozirlanayotgan ayollar, insof qilinglar. Beguna yurakka chalma atmanglar. Bilsanglar, Güzelay sizlarga yomonlik, izo nomus keltirmaydigan yaxshi qo'shninglar. Tul bo'lib qolganligi uning aybi emas, balki turmushning aybi. Akiling pichoqni, piyozni men aqlay, dedi yer ag'dirishni noyati tezlikda pulga ko'tarib berishga ulgurgan komissiyanchi. Qo'llarini Güzelayning qo'liga tekkizib olish lazzatidan mahrum qolmaslik uchun dodillik bilan pichoqqa qo'l suzib, yeringizni avu medikarga 5 so'mga ko'tarib berdim. Siz hech ish qilmang, karvatda kulimsirab o'ltirib bering. Qarang, ko'z yeshingizni, sizning ko'z yeshingizni ko'rgunimdan dadamning o'limini ko'rganim afzal. Güzelay bilamsiz, men endi bilyapman. Siz bo'lmasangiz mening kunim taskin. Minutlar, oy, kunlar, yil, xuddi chala bo'g'izlangan moldek. Sizga nima bo'ldi, Güzelay? Nega mangdingiz? To'xtang, suv quyib beray. Yuzingizni yuviting. Piyozning ochiqi rostla noydi yomon. U sandiraklab Güzelayning keynidan mengvidi, uning oldini odila to'sdi. Damilang, ta'xir qiling.
zakuska tayyor bo'lmaylar, mast bo'lyapsizlar. Maslarni mehmon qilmoq to'limi tas. Kelsi-kelmas gaplarni qilaversanglar, uyni tashlab chiqib ketamiz. Qo'ydan yuvosh bo'lmasangiz, mehmon qilolmaymiz, dedi u xafa bo'lgan holda komissionchining maydasidan ishtirib turib. Komissionchi Odilaga gülaydi. Bu bizning ishimiz. Siz eringiz bilan mushundaq paranglatsangiz, hech kim norozi bo'lmaydi. Lekin men hozir muni uyning xo'jayini. Xo'jayini texi atdigan hozircha xo'jayiniman, bilamsiz u mening singlim. Pulluq odamni singlim deyish bekmi ko'ngildik, shundaqmi? Ko'ydim, o'shdim deb kayniga kirib olishchi. Komissiyondagi koni kiyimlarni maqtab pul qilganga qaraganda xeyli oson bo'lsa kerak. Komissiyonchi Odilaning masxara va g'azab oshqunlari chaqnab turgan yo'g'on ko'zlariga haraqdan talbilashgan muhabbat bilan hayosizlik aralashmasidan qo'rqinchli tusga kirgan tegi chiroyli ko'zlari bilan qadaldi. Yengilishmasam, kunchilikdan g'azabingiz teshiyotadiku deyman, deb pichirladi u oyog'i surkilib. Bir amal qilib qo'ndirib qo'ying. Men sizni xalqingizga ega qila olayman, qizchaq. Hayvon, dedi Odila kayniga dajib, qo'li ichini kerib. Sana bu qo'ruda xaridor yo'q, yo'qol ko'zimdan. U urmoqchi edi, lekin qo'llari havoda pulanglaganda uning yenida Go'zalay paydo bo'ldi. Go'zalay do'stining qo'llariga eslib kulib turib, Odila, senmi ichib olmagansan? Bo'l do'stim. Cho'churni tezroq tugayli. Mehmonlarimiz qattiq mas bo'lib qolmasin yana, dedi. Odila do'stining rayga beqib qazon beshig'mangdi. U komissiyonchiga qayrilib turib, "Xajlagan pulingizni o'simi bilan topan haqqingizni qo'shib hisoblab chiqing. Sizni hurkiratgan pul bizdimi bor? Pulingizni elingda, bu qo'riga ikkinchi qitim kelguchi bo'lmang", dedi. Komissiyonchi kulib qo'yib, ularning kaynidan qazon beshig'mangdi. "Siz bilan muomala qilgan bo'lsam, allaqachon siz deganda qilgan bo'lardim. Lekin siz hozircha bu omaddan mahrum. Nimishqa demsiz a? Do'stingizning sababini so'rang. Uy egisi sizning deganingizning ta'tiricha mening bu qo'riga xo'jayinlik qilishimni xohlaydi. Xohlagan bo'lsa, sizni quruq aroq ichishga majburlamaydi. Qarang, chiroyingiz bir oy oziq yemagan och bo'riga o'xshab qopti. Baxtlik odam mushundaq beshiri bilan ko'chada yuradimi? Siz eng bechora, eng pastkash, uyatsiz odamsiz. Bo'lmasa, ko'ngli yo'q bir ayol uchun yuragingizni dab qilib chelib yuradingizmi? Odila, qo'ysangchu, dedi Go'zalay do'stining haqoratlik so'zlariga chidab turolmay. Endi gap tegatsanglar, uyni tashlab chiqib ketaman. Aka, xafa bo'lmay uyga kirib, birdam orom olsangizkan, xizmatingizda bo'layli. Sizni rozi qilayli. Kichkina tahrir qilsangiz. Go'zalayning samimiy yelinishi urush xumorlarning har ikkilisini yumshatdi. Komissiyonchi Go'zalayning mo'risiga qo'lni qo'yib, ko'zlariga tikilib qaradi-da, "Rahmat, sizga rahmat, Go'zalay. Siz meni raqibga o'xshatmang. Sezgullarim meni oldimag'alla bo'lsa, men texi noumid emasman. Bilaman, a'lo hayotgan degan xabarni anglabla ikkilinib qoldingiz. A'loning hayotligi balangizning baxti. Lekin sizning baxtingiz a'lo bilan munosabatsiz. Baxtsizligingiz shuning nomi bilan chetishliq. Bunisi rost. Mayli xohlamasingizmi deyman. Sizning baxtingiz mening nomim bilan. Endi valaqlamang, dedi Odila Go'zalayning tamdek tatirib ketgan chiroyi bilan taramlab iqbatgan ko'z yoshlariga qarab qo'yib, komissiyonchiga davaylab, "Sizdek odamni mehmon qilgucha. Odila, nimada qilasan? Nimishqa og'zi urmaysan? Nima tilqisonchiliqing bor ha? Bolalarimizning dadisini nima deb haqoratlayotdi munu odam? Uyga kiring aka", dedi Go'zalay komissiyonchiga yoshliq ko'zlari bilan yilinib qarab, zo'rg'a kulimsirab, "Uyga kirsangiz bo'lamdi?" Komissiyonchi xuddi o'qishmaslikdan xafa bo'lib, birdilla ishning rastiga yetgan odamdek tuyuqsiz xo'shal bo'lib, o'zchalik qaqaqlab kuldi. "Bo'ladi, bo'lmamdigan Go'zalay, sizlar talab qilsangiz, vaylin do'zaqqimi kulib turib keraverman. Dana, bayatın qisi chaqchaq, Odila ikkimiz qo'polroq chaqchaqlashilgan bo'lib qoldik. Do'stim qani, hey, bu adashning ishchivalsizlar uxlaydigani, bundaq do'st zerikishlik bo'ldi ekan. Odam degan ishkandan keyin jallansa, naqshi esa, mungtassa, hech bo'lmaganda urushsimi maylida. U santurlib uyga mangdi. Odila uni ko'zi bilan sharat qilib pichirladi. "Uni nimancha oyaysan? Ko'ngling bormi ya, sarang?"
Qo'yg'ina qandaq ko'ngilkan u. Mening bu odamga ichim og'riydi. Ishnamsan, u meni to'liq yaxshi ko'radi. Shuning uchun baxtsiz bechora, barliq baxtsizlarga ichim og'riydi. Raqibmi baxtsizg'u, uningmi iching og'rimdi? Amisa? Yo'q, uningga g'azablanman. Uning uchun hamma odam mol. Bir maqsadga yetish uchun odamlarni setaveradi. Muhabbatmi uning uchun mol. U tama qilgan biror mansab yoki manfaat uchun muhabbatni sotalaydi. Lekin buni odam undaq tamaxur emas. Raqibning ismini chiqarib qo'yibla Odila jimib ketdi. U qozonga may qo'yib o'tib, hasrat bilan ulug' kichik tindida o'z-o'ziga so'zlagandek. Bevafo odamlar o'zini boshqalarni baxtsiz qildi ekan. Mening umrimdagi eng chong xatoliqim raqibni bir oy yaxshi ko'rib qolganligim. Buning uchun umr bo'yi pushaymon yeydigan o'xshayman deb pichirladi. Qarang'i tushganda bu o'yladan naqshi bilan kulki anglandi. Qarmaqa ularning hammasi xushal, lekin rostini aytganda ularning hammasi dardlik. Shuning uchun ularning kulkilarimi, naqshlarimi yolg'on. İnsan mana shu qobiliyati bilan dunyoga hukmronlik qila oladi. Chunki har qanday bir tirik narsa odamlardek aldamchilikda yetilgan emas. Bahorning salqin havoliq bundaq oqshomlari oshiqlar uchun to'liq qadrlik. Bundaq chaqlarda ularning hissiyotlari chechak suyi bilan tantana qilgan eriq suvlardek qinidan tashidi. Bundaq chaqlarda oshiq mashqlarga tunmu qizg'ish ko'rinadi. Chunki ularning ko'zlariga qon to'lgan bo'ladi. Mana shu sababdan ular badanidagi maxluqot tabiatiga xos bo'lgan talbi kuchning yordami bilan qo'rqish, qo'rnish, nomus qilishga o'xshash aql tizginlarini uzib tashlab, qafasdan bo'shangan yirtqichdek beshi qaygan taraflarga chopadi. Bas, muloyizadan bayqi hoyliga qaytayli. Odilaning yo'lishi qiyirlarga xos qisqa uyqusini kunduzdagi maslik bilan tugatgan o'xshaydi. U hozir boshqacha jonlangan. Shalom, o'skilang sochlari chuvilib, cho'qqisidagi taqir yeri 30 yillik may qapiqidek qizargan. Ko'nglining tugmalari ichilgan, popaykisining tugmalari egiz bas etilgan holda qo'liga haraq to'ldirilgan piyolni ilib ayollarga haraq zo'rlab, tinish belgisi yo'q, jumlalarni xato tamsiz gaplari bilan o'zining qo'rsoq ko'pikni chiqarmoqda. Siz Odila, mang nimaga tekkan? Dedi u bir oldiga, bir keyniga daldigunib turib. Oldig'ili, tashlag'ili, ahmaq qilg'ili shundaqmi? Shundaq bo'lgandikin, biz ichimiz, qo'g'lisingizmi ketmaymiz. Siz bizning xo'sh ketdimizni ishmaydi ekansiz, qo'limiz kassimi chekinmaymiz, yonmaymiz. Men usul o'ynayman, texi muqam aytaman. Nima? Siz heliqi mas bo'lib o'nglab, to'nglab o'lgan yo'lishingizning 100 xatirsini qilmamsiz? U mening batalyon komandirim edi. Lekin bizning batalyondan birla men qoldim. Sheyxodagi so'qishda 41 jangchidan 7si omon qolganda, 7ning birinchisi men edim. Bilamsiz, biz sizga yormagan bilan so'qishga yaraymiz. Belli, dedi uning so'zidan bezor bo'lg'uvchilarning vakili bo'lib komissionchi. Siz uchun haykal qatirishga to'g'ri kelgan o'xshaydi. Unutmang, haykalingiz qatirilgan kuni 4 yanchiqliq nasval rang chapaningizning o'rniga milliy armiyaning heliqi pagulliq kiyimini kiyib, butun unvon medallaringizni taqib oling. Siz nima demoqchi, yo'ldosh komissionchi? Dedi Odilaning yo'ldoshi bir oldiga, bir keyniga daldugunib qo'yib. Bizni mazoq qilmoqchimi? Bizga bu xil gaplarni qilishning siyosiy orqa ko'rinishi borligini unutmang. Kichkina kamchilik bo'lsa, biz haq o'shkadek tomga chiqib olamiz. Hərəkət tex tügümedi, proletariat mənini zor inqilabi yazsın. Cin şeytanlarının uvusıga su kirdi, yeni kirdi. Bizge heykel qatırmaqçı texi, rəqib jurunun nesivisiga qol suzmaqçı. Yoldaş komissionchi, proletariat sizge yol qoymaydı, sizge çek qoyuldu. Kelgüsünüzni oylang, chiqish yo'li izlang, siz texi oqlanmagan piyaz. Nima deb bildirlaysiz? Hey, yağaş general, officer miltiq, Şuar xalsi, divana xurjuni. Valaqlamang, dedi Odila komissionchining gapini bo'lib. Qo'yib bersa texi yundichiligi, tükürük qochisi degandek iflos narsalarga o'xshatadigan o'xshamamsiz. Nima bo'lsa-mu, bu bechora sizlardan yaxshi. Nima? Nimasi yaxshi ekan buning? Sizga er bo'lishga yorig'ini bilan, menga petakka yaramaydi bu. Nimali bo'lmasin, bu odam sizdek pulning kuchi bilan o'kirmaydi. Rost aytadi bizning Odila, dedi Odilaning eri komissionchiga daldigunib devaylab. Biz sizdek beshi ilinmagan burjuya emas,
Bilib qo'ying, biz proletariyat siling buzning odami. Yaşasın proletariyat. Odammi mushundoq bo'lamdi. Odila, qarang, buning tilimi, chiroyli gapimi, muhabbat izhor qildigan gapimi birli shuar. Siz uning shuar xaltisi ekanligiga iqrorg'u ha? Mayli, men pul xaltisi bo'lay. Bu ikki xaltadan birini tanlab oling desa, har qanday ayol jazmanki pul xaltisiga qo'l sunadi. Aytibman deb chirqirdi Odilaning yo'ldoshi asabiylik bilan ko'zlarini chekchaytib, tapanchasini g'ilibidan elib, seni etvassam mukofotlanmanki jazolanmayman. Bayatın supudan putini sankıltıp külümsirab o'ltirgan Güzelay birdilla chirqirab Odilaga yamashdi. Odila erining tapancha tutgan qo'liga eslib hodiqib vaqirdi. Selin qoralni qandaq degan tantaklik bu? Chiqinglar ho'yladin, yo'qilinglar. Yedi ishdi, mas bo'lishdi. Yana nima degan o'kdamlik bu? Qoralingizni seling. Bo'lmasa men heli odam chaqirman. Tul xotinlarni egisiz demanglar. Bizga mu egi chiqadi. Odilaning g'azabi Güzelayning tamdek tatirib ketgan chiroyi tapancha tutgan qo'lni titratdi. Tapancha tutquchining yirtqichnikidek chekchaygan ko'zlarida xijillik, afsusinish paydo bo'ldi-da, u tapanchasini g'ilpiq silib, to'nglab qolgandek qaytib turgan komissiyachiga yenilgandek vaqirdi. Yuring adash, gap bo'lsa sirt qilishayli. Tapanchani-chu komissiyachi qo'rqib so'radi. Xotirjam bo'ling. Odilaning eri yerga qaradi. Birdamdan keyin ho'yli jimib qoldi. Odila supidagi ko'ni gilam ustida putlarini sunib o'ltirib olib, tamg'a yo'landi-da, to'rikka issiqlik turgan dudlarni ilib, dard alamlarini naqsi bilan bayon qilishga boshladi. Yor bilan issam sharob, issam piyola to'lmadi, oldirab bergan ko'ngilning a'tibori bo'lmadi. Tun qo'ynida uyquga ketgan shaharning quyuq teraklari bahor shamolida shirdirlamoqda. Çiçek ve güller bilen to'lgan bog'lardan bulbul nag'masi anglanmoqda. G'o'lji shahri ona quchqida tush ko'rmoqda. Uning tushi ham ko'ngillik, ham g'amlik. Bu shaharning puhralari tushidimi kelgusi bilan xo'shal. Bu albatta ko'ngillik tarbiya. Yani shuning bilan ular tushlarida hozirgi g'am qayg'ulardan o'zini qutqiza olmaydi. Mana bu g'amlik tarbiya. Ayollarning naqsi uyqudagi shaharning tushidagi ko'ngillik ham g'amlik taraflarini o'ziga singdirgan. Ularning naqshlarida hayotga madiya bilan norozilik, kelgusiga bo'lgan ishonch bilan umidsizlik aralashib ketgan. Ular hozirgi 9 tal bo'lgan kundalik turmushi bilan o'zlarini baxtli hisoblatsa bo'ladi. Lekin ular ruhining cho'nqur qatlamlariga yoshiringan zerkish, ish pushiqi va kamtukligi bilan o'zlarining kelgusidan umidsizlangan. Ular o'zlarining dunyoda nima maqsad bilan yashayotganini toza tushunmaydi. Kelgusida artistlik qilib tarixda biror iz qoldirmoqchimi yoki ularning oliy maqsadi kuniga 3 vaqt tomoq yeb, o'zlarining esil kiyimlari bilan chiroylarini ko'zi-ko'zang qilg'ash, oldilaridagi bolalarni obdan tarbiyalab, qalbidagi ushshuk tekkan umid orzularining chechak meyvalarini bolalarining ahli bilan ko'rishmoqchimi? Bu haqda ular texi chunqur o'ylab bir qarorga kelgan emas. Shuning uchun ularning naqshlari mo'ngluq, ko'zlari yosh. Tova dedi Odila mo'ngluq naqshidan keyin qattiq tortib, bir jup chiroyli kiyinib, qo'ltiqlashib ko'chalarda mangsaq, hamma odam bizga zo'qnib qaraydi. Shu chaqdala o'zimizni tangdasiz go'zal, baxtli his qilamiz. Biz ko'nglimizni ko'tarish uchun o'zimizni bozorga solamiz. Aytqana go'zal, biz kiyim va chiroyimiz bilan kishilarni jalb qilishni orzu qiladigan pastkash ayollar biz. Biz o'zimiz shuncha pastkash turib, nima uchun o'zimizga oshiq bo'lgan avu gunohsiz bechoralarni ayblaymiz, ulardan yerganimiz? Seningcha qanday qilsang bo'ladi? Go'zal ay uyqusirgan ko'zlari bilan do'stiga hayron bo'lib qaradi. Ularni xushal qilish, rozi qilish bizning qo'limizdan keladimi? Nimishga kelmayotgan? Biz baribir o'lgan odamlar-ku. Mavu yirginishlik badnimiz ularni rozi qila oladi. Sen komissiyachining qanchalik ko'ydirding, qanchalik qiynading, bilamsan, nimishqa uni biror qitim bo'lsa xush qilay demaysan? Sening o'rningda men bo'lsam, uni xush qilatdim, rozi qilatdim. O'zing azob tortganni oz deb, boshqalarni azoblaysan. Biz azoblash uchun dunyoga to'ralganmi? Azobdan o'zimizni qutuldira olmaymiz. Lekin boshqalarni qutuldira olamiz-ku. Sen yana g'oya, arzu degandek gaplarni tilga olsan texi. Ba'zida menmi kelgusida artistlik qilib, xalqimizga xizmat qila olayman deb umidlanaman.
Lekin bu umidlarimiz allaqachon o'lgan. Bizning umidlarimiz ko'ygan, to'piga ko'milgan uruq o'xshaydi. U hargiz biq urmaydi. Men allaqachon o'lib olgan bo'latdim. Seni debla o'lmay turibman. Men o'lsam, sana kim hamroh bo'ladi? Kim sana kulib naqsh etib beradi? Bilamsan, güzel. Men sening baxtingni ko'rishni to'liq xohlayman. Nemishqa desang, sening qalbingda muhabbat bor. Sen a'loni yaxshi ko'rsan, hamon bir kuni baxtli bo'lsan, lekin sen komissinchini rozi qilishing kerak edi. Uni rozi qilish sening saf muhabbatingga daxl qila olmaydi. Nemishqa demsana? Sababi sen a'loni qalbing, ruhing bilan yaxshi ko'rsan, seni yot biri quchoqlab qo'yganga ruhing bulg'unib ketadimi? Qo'yg'ina sarang, dedi Güzalay yuzini alqini bilan to'rab. Men sana qachon a'loni yaxshi ko'rman dedim. Demisangmi bilaman. Uning o'lim xabarini anglab qandoq bo'lib ketding? Uningdan umiding uzilgandichu. Komissinchiga rozilik bermoqchi bo'lding, lekin uning hayot ekanligi ma'lum bo'lib edi. Komissinchi sana to'liq sat, qo'rqinchli ko'ringili turdi. Rasma? Saram. Ular bu gaplarni qilayotgan shu minutdan taxminan 2 soat ilgari chiroyi to'liq judangu, kiyimlari nachar bir yigit mushu uyning oldiga kelgan edi. Bu yigit heliqi tayoq yegan vaqtdan keyin 2 oy uyda yetib davolanib o'ri bo'lgan. A'la, u Zulxumarning aytib berishi bo'yicha bu uyni tasta izlab topgan. U suv bo'yidagi yon ko'chada turgan pikapni ko'rdi-da, g'azabdan g'alladab titradi. Chunki bu pikapda raqibning gedib o'ltirganini u necha qitim ko'rgan. U ishga kelib hoyliga quloq soldi. Hoylidan ayollarning kulgisi anglandi. Kimni maraysiz, hoyt odam? Bir ayol uning murisiga qo'lni qo'ydi. Bu albatta heyliqi qo'shni ayol. Sizmi bu satanglarning xaridorimi? Nima demoqchisiz? A'la kayniga dajidi. Bu nima deganingiz? Nima chichangshisiz? Bu ikki satangning xaridori ko'p bo'lgandikin, birlari pikapda, birlari velosipedda, birlari sizdek piyoda. He. Har kuni kechachi o'yin, kunduzi uyqu, avar bo'lmang. Bugun sizga ularning cho'lisi yo'q. He. A'la seskinib kayniga yandi. Güzala shunda qilamu? Hozir nimalar buzilmadi, ha? Hamma narsa buzildi. Eng yomon buzilg'ini odamlar. Güzalay himoyasiz, egsiz jamiyatni buzgan bu talva kuch uni buzolmayibdimi? U shundoq o'yladi-da, umidsizlik, azob va g'azabdan tishlarini g'uchirlatib qorong'u ko'chaga agdi. Uning yuragi o'rtandi, ko'zlarini manon qapladi. Әдісі Güzalay bilan Adila ballarını maktabga yo'lga selib bo'lib, o'xshash yasandi. Beg'irang kostyum yubka, yoqisi kostyum sirtiq chiqarilgan, atrang kopta, uzun ipek paypoq bilan atrang to'pli kiyishgan bu ikki cho'kan butun shahar bo'yicha birdan-bir yasanchiqlar. Hammala odam maysarang, kulrang, ko'k xodani yoki dekadan bir xil kiyim kiyishga odatlangan bu davrda kostyum yubka kiyish albatta davrga o'mayganlik hisoblandi. Lekin bu bir jup cho'kan qo'rsoq ko'pigini chiqarish uchun nemaga ruxsat qilinmasa, shuni qilishni yaxshi ko'rdi. Masalan, muhabbat qo'shiqlarini aytish ma'ni qilganlik uchun ular xalq qo'shiqlari degan to'plamni tepib olib, uningdagi qo'shiqlarni yodlab, mungluq, yiqirliq ohanglarga silib, dutlar bilan uyda mashq qilishdi-da, qiz cho'kanlar so'rinlarda hozirlanib aytishdi. Hatto ular mushu sababdan G'erib Sanam, Farhod Shirin, Yusuf Ahmad dastonlarining qo'shiqlarini tirishib yodlashdi. Hozir bu naqshlarni ko'z yoshi va mungzari bilan aytib, anglag'uvchilarni yig'latalaydi. Ya'ni-chu, gul o'stirish, upa anglik, halqa o'zig ishlatish cheklangan uchun ular bu narsalarga butun vujudi bilan berilgan. Ularning uch-zirki esil kiyimlari bilan qo'llaridagi halqa o'ziklarmi kishilarning diqqatiga shuning uchun alohida tushmoqda. Uni ozdab ular ko'chalardan o'tganda odamlar xushbo'y attirlar va yuzmaylardan huzurlanib havoni ichiga tortishadi. Ularning mundaq qilishlarini albatta o'zlari tushundi. O'z qilmishlaridan shundaqla ularning o'zlari huzurlanalaydi. Nasihat qilguvchilarga Güzalay, ko'ngil ko'tarish uchun qilamiz, ko'ngil ko'tarish cheklanmaganlikin deb javob bersa, Adila, yomoniga kelsa sazoy qilarsizlar deb qo'pol javob berdi. Ular jamoat aktivlari toplangan joylardan o'tganda burnining noxulisi ilinmaganlar, burniga suv kirmaganlar,
haqiqiy burjuaziya satanglari deganda g'azablar so'zlarni anglashsa, maktablarning oldidan o'tganda bolalarning hu ani yoki jin shayton olvasti deganda qiqas shuarlarni anglaydim. Ular naqsha va kiyinishlari uchun bir yerda toptana, bir yerda hayva bo'lsa, yana bir yerda masxara kulki anglashidi. Lekin ular bularga ko'nik, ular uchun boshqalarning baholari ahamiyatsiz. Ular hech nimani har olmaydi, hech kimdan ranjimaydi. Aksicha, ular o'zlaridagi bu alohidalik bilan xushal. Nimaga xafa bo'lading? Deydi Adila ba'zida ochiq gaplardan uyiga kelib yig'ilgan Guzalayning beshini silab. Kulishga to'g'ri kelsa, ashu kash kirgicha yolg'on shuar to'laydiganlarning kulsi bo'ldi. Ularning yo'l minishlarimi do'ramchilik. Ular so'zlaydigan hissiyotsiz haykal. Bu xil gaplar Guzalayga yoqdi. Shunda qilib, may oyining oxirlari havo ochiq, bog'lar qorong'ulashgan, salqin shamolliq atiganligi ikki cho'kan ko'chaga chiqdi. Ularni birinchi bo'lib ko'chaga suv chechiyotgan qo'shnilari zaharlik ta'nalar bilan kutib oldi. Nima, hey, bu bixsig'anlar, dedi biri ikki cho'kani sharat qilib, yana biri beliga tayinib turib. Nima bo'ladi? O'rus to'xullari bo'lmamdi, dedi. Adila ularning masxarasini anglab, qaqaqlab kulib edi, uy-uydan boshlar marashdi. Ular odamlarda har xil ta'sirotlarni qoldirib, Muttallib bog'chisini o'ttirdan kesib o'tib, Novigorodning cho'ng ko'chasining o'ttirsida qo'ltiqlashgan holda paydo bo'ldi. Ular buningdan 10-20 yil burun mushundaq ko'chaga chiqqan bo'lsa, hech kimni hayron qoldirmagan bo'lar edi. Chunki u chog'larda Rus, Tatar, Uyg'ur ayollari to'p-to'pi bilan mushundaq yasanib, qo'ltiqlashib o'tishatdi-da. Shimishga purchoq sotadigan do'kon oldidan beligiga qizil belgi taqib, qiyrig'iga qaramay shim chapan kiyib olgan mashrang shapkilik bir ayol ikki cho'kanning oldini to'ridi. 4 konini tirildiribsizlar-ku, cho'kanlarim. Uni oz deb chochlaringlarni bidir qilibsizlar. Sizlarning kasobatinglar yoshlarga yo'qidi. Lag'aylamay uyinglarga ketinglar. Bizdan yo'qsa madaniyat yo'qidi, sizdan do'ramchilik yo'qidi. Uyingizga tezroq kirsangiz bo'larmikin, dedi Adila darhalla. Lekin heli ayol mundaq azan jidalni tapqiniga xushal bo'ldi-da, ovozning barcha vaqirib, o'zini o'qib, ikki cho'kanni aybligili turdi. Jin shaytonlarning, zaharlik cho'plarning erkin yamrab ketishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Buningda 2-3 yil burungi chaqlar bo'lganida ko'chada mo'mayni qo'llag'uvchilar bilan cho'kanlarni ayblig'ichilar ko'paygan bo'lar edi. Lekin hozir 1972 yilning bahori. Hozir kishilar qizil yang belgisi taqo'g'ichilarni unchalik hurmatlamaydigan bo'lib qilishgan. Gerçi hozirmi o'zimda yodlig'uvchilar advorliq bo'lsa-mu, mo'mayga o'xshash bekardan bekarg'ila yo'q yerdan ish topadiganlardan xalq bezor bo'lishgan. Nemini xalsa shuni kiymamdi? Sizning chechingizni budur qilmagandikin. Nashtilik topay debdi-da, bechora. Bu so'zlarni mo'maymi, odilalarmi anglashdi. Natonish odamlarning eg'izlaridan chiqayotgan bu so'zlar mo'mayga zarba, odilaga madad bo'ldi-da, mo'may tamtirdi. Adila ko'rangladi. Ha, qaqaqlab kuldi u artistlarga xos nazokat bilan. Qizil belgi taqsila inqilobchi bo'lavermaydi. Hada, Limbiyamu qo'ldan qizil kitob, og'zidan shuarni tusharmaydi. Oxir qandaq bo'ldi? Undirxonada qo'zg'inga yem bo'lishqimi yaramay, kulga aylandi. Ha, texi sen azazullar meni Limbiyaga o'xshatmoqchimi? Men aholi komitetining hay'ati jonliq o'ginib, jonliq ishlatish ilg'ori tursam, texi menda qizil inqilobchiga haqorat qilishmoqchimi? Men sizlarni qizil hokimiyatga olmay qo'ymayman. Mo'may Adilaning chiroyli kostyumini peshidan puklab tutdi. Uning odamga eslish uchun yaralgan qatmal qo'llari chiroyli chapanning petini buzib, iskatini yo'qotdi. Adila Mo'mayning qo'llarini qayirib, maydasidan itardi. Qiziqchilikqa amroq g'ulji ballari Mo'mayga yel berib, tushma-tushdan cho'qan ko'tirishdi. Opirish kerak bu yasanchoqlarni. Sazay qilish kerak. Egiz boshliq to'pliyi bilan yugurtish lozim. Yalang'idaq yugursin. Budur chochlarini qirqib, beshiga qog'ozdan noga qalpoq kiygizib, mavi chapallarga cho'ng xatdek yezib chaplab, bo'ldi qilaylik chaqchaqni ana juchadoy. Amdi satanglarning holiga voy.
3 nafar qizil yang belgisi taqilgan ishchi kiyimi kiygan qiron yigit tapanchalarni sangiltib chiqib kelishdi. Ular surlik qat'iy edi. Nima ish? Ular ichidagi qapqi yomon yigit so'radi. Boshqalar o'zini tuzab bo'lguncha Mo'may deydig'ini deb bo'ldi. Mo'mayning degani rasmi heli kichik boshliq cho'konlarga qaradi. Ras deb beshini ningishdi Adila. Güzellay qizirib tatirib o'zini nega qo'yishni bilmay turadi. Undaq bo'lsa qo'mondonlik shtabiga menglar. Buyruq qildi heliqi yigit cho'konlarning bu shaharda uchirmaydigan ustivishiga diqqat bilan qarab chiqib, o'zinglarmi xolis emgak izlab chiqqandeklar turistlar zodi. Nima gunoh qilganga Adila uningga maqtaq qadilib so'rdi. Mo'mayning aytganlari rost dedingiz-ku, o'zingiz hozir. Uning degani rost bo'lsa, biz gunohkor bo'ladikmi? Sizcha Mo'may gunohkormi emsa? Shundaqda, dedi Adila kulib qo'yib. Tep-tinish ketayotgan odamlarga havshigan ish gunohkor bo'lmay, odamlar gunohkor bo'ladimi? Biz uningga tosh otmasak? Adila dedi Güzellay qo'rqib titrab, yaxshiroq gap qilsangchu, Azazul alvasti deb uningga texmi yamashdi, chuchadini ko'rib madadlangan Mo'may. Texi meni itdaysana, qapshigan og'zingga mana. Mo'may Adilaning og'ziga bir shaplaq urdi. Lekin uning badliga Adila uning maydasidan bir ittirib edi. Mo'may santurlab berib o'ngdisiga yiqildi. Tamashaga amroq shahar baldiri, "O ani, o" deb qiqas ko'tarishdi. Novgorodning egiz teraklik ko'chasida bir to'p tamashachi paydo bo'ldi. Ular Juchaduy xodimlarini qo'rshib olib, tushma-tushdan mazoq qilmoqda edi. Paqa ololmas sallarni ko'ring, vey, tapanchimi, nasval qapqimi, vey, bo'sh kelmang, xonim. Juchaduy a'zolari Adilalarni qo'pollik bilan ittirmoqda. Adilami ularni qo'l va til bilan yaqin keltirmay qarshilashmoqda. Güzellay bo'lsa bir to'p odamning ichida xuddi qapqonga tushgan toshqandek alaqsada bo'lib tipirlmoqda edi. Shu chaqda xuddi yerdan unib chiqqandeklar ko'pchilikning o'tirsida belgisiz harbiy kiyim bilan semiz bir odam paydo bo'ldi. U heliqi Juchaduy xodimlarga qo'llarini shiltib qo'pollik bilan buyruq berdi. "Mau ikki ayolni mashinaga selinglar. Nima degan satchilik bu? Mo'may, siz chiqmang. Bo'ldi. O'zimiz hal qilamiz. Bo'ldi." U shapkasini cho'kirib kiyib olgan, qora ko'zoynak taqib olgan edi. Uni faqatla qurolliqlarla to'nidi. Adila majburan, Güzellay bo'lsa qo'rqindan Beijing belgilik mashinaga chiqdi-da, mashinaning eshiklari hem yipildi. Mana shuning bilan ko'cha mojarosi og'irlashdi, lekin ayollarning vahimasi kuchaydi. "Nega opirsizlar? To'xtinglar" deb baqirdi Adila Juchadiy xodimlarga g'azab bilan. "Ra Fuzujang" dedi ulardan biri oldida shopur bilan qatorlashib keyniga qaramay o'tirgan gadallari terligan semiz odamga murojaat qilib, "Nega opiramiz bu azazullarni?" "Odam tilmat tursin", dedi heliq semiz odam keyniga qaramay turib. "Bizning maqsadimiz bu ayollarni qo'g'dash, mashinani to'xtat." Mütallib bog'chisining oldida pikap to'xtadi. Heliqi boshliq yerga tushib, shapkasi bilan qora ko'zoynagini oldi. Ayollar shu chaqda bu shapqachini to'nidi. U raqib edi. "Uyinglarga opirib qo'yaylikmi ya?" dedi u eg'ir qapoqlari ostidagi qizargan ko'zlar bilan ayollarga tikilib. "Sizmidingiz?" dedi Adila mashinadan yerga tushib etib, raqibga g'azab bilan olib. "Bundaqligini bilgan bo'lsak, sizning mashinangizga tushkicha munolarning turmisiga kirgan bo'lardik." Raqib avval Adilaga, keyin Güzellayga qaradi. U g'ilpil o'ngdida xuddi orada hech gap o'tilmagandek ayollarga qarab ijaydi. "Nemancha olaysizlar, sing'illarim?" dedi u hayosizlik bilan Güzellayning ko'tarilgan ko'ksidan ko'zni olmay. "Men kelmagan bo'lsam, bu budishqoqlardan o'ng'ayliqcha qutula olmaydinglar. Rahmat demasanglarmi mayli, olaymasanglar. Qandaqroq turyapsiz, Güzellay? Anglag'ansiz, a'loni saqlab qoldim. İzdab topdim. U hozir mushu shaharda. Xohlasangiz uchrashtiraman. Men sizlarga mangulik sodiq do'st. Ha rost Adila, sizning yo'ldoshingiz bilanmi qadinas bo'lib qoldik. Do'stlarimning yaqinlari turib, nimachalar o'zinglarni qachirsizlar, xohlasanglar yuringlar, biznikiga berib mehmon bo'linglar. Ayolim bo'lmagan bilan kelin ketak Mo'maylar bor." Güzellay yerga qarab lam-jim demay jim turdi. Adila xuddi hozirla yerildigandek g'azabdan qizirib
çınqılıp raqibga yalt-yo'l qilib qarab qo'yib, tishlarini kirishtirmoqda edi. Nima deb chuquldaverdigandi? Dedi u Go'zalayning qo'lidan tortib. Yur, Go'zal, buning yenida turishmi jinoyat? Buning ovozini anglag'ucha itning huvlig'ini anglagan yaxshi. Yaqinlarimizga do'stmish dehi. Sizlardek odamlarga kim do'st bo'lsa, shu odam bizga dushman. Bilib qo'ying, siz kirgan ko'chaga oyoq bossak, biz odam emas. Sizmi bizni rozi qilaman desangiz, shunda qiling. U Go'zalayni avval yetilib, keyin qo'ltiqlab, xuddi kiyim modasi ko'rsatayotgandek pasolliq minib, yon ko'chaga qarab mangdi. Ular bir necha qadam minib pichirlashdi va qattiq qaqaqlab kulishdi. Ular shu mang'inicha burilibmi qo'ymasdan neriga berib, qibliga ketgan yon ko'chaga aylandi. Yaqin yerdagi silisar do'konidan birining naqsi anglandi. El ara bardur maqal, tog' ara yotmas kiyik, do'stlarim mendan zerikdi, dushmanim sanmo zerik. Yo'q, bu naqsh emas. Bir nakasning manga qaratgan til ahanati, dedi raqib Go'zalaylar әгеген tar ko'chaga tushkun holda tambirib.